Oybek tog'idan kelgan akalar navbatdagi Hisori qo'zilarimizda ko'rsatib o'tgani do'stlar, xudo xolasa G'uzor tumani akalar Jumaqosim mahallasiga yetib kelganmiz akalar. Akalar realni mana shunaqa akalar o't zo'r joylarda, suv zo'r joylarda, beton joylarda akalar xudo xolasa mazza qilib o'tlab yurgan akalar Hisori qo'zilaridan so'ragan yurtdoshlarimiz bo'lsa, akalar endi tananiki unchalik tana mehr berilmagan, lekin toza Hisori bo'lgan, sifati qoni toza zo'r bo'lgan akalar qo'zilarimizni bugungi videomizda sizlarga syomka qilib ko'rsatib o'tamiz. Egalari Ilhomjon xudo xolasa bularni Oybek tog'idan tushirib olib kelganman deyaptilar. Endi sifat akalar, u qayerdan tushishidan qat'iy nazar sifat birinchi o'rinda. Bemalol sifatiga o'zlaringiz ham alohida baho berib qo'yasizlar. Xo'p, bittadan rakni bosib qo'yinglar. Hozir akamizdan egalaridan mana shu qo'zilarni to'liq akalar ma'lumotini so'rab tanishtirib o'tamiz. Akajon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ilhom aka. Ishlar zo'rmi, charchamasizmi? Yaxshimiz aka, zo'rmiz. Xudo xolasa aka, buni rostdan ham Oybek tog'idan tushirib olib Oybek tog'idan tushirib keldik aka. Necha bosh keldi aka? 29 bosh. 29 bosh akalar, mana ko'rib olamiz. Bitta-bittalar Oybekdan tushib kelgan qo'zilar. Men qarang, endi 29 bosh deyapsiz. Bular necha oylik qo'zilar aka? 5 oylik aka. To'qliklarga dam beradi. 4 oy 5 oylik akalar atrofi qo'zilar mana. Bemalol ko'raveramiz. O'zi lekin haqiqatan to'qlida bo'lib ketibdi-da. Shunday aka. To'qlida bo'lib ketibdi akalar. Bemalol ko'rib mana yeb ichishlari, ishtahalari baho beraverasizlar akalar. Suv zo'r, o't zo'r, maza qilib yurgan akalar. Xudo xolasa qoni toza qo'zilarimiz akalar. Yeb ichishlaridan xudo xolasa muammo yo'q deyaptilar akalar mana. Bittalar ko'rib olaveramiz. Bitta. Narxini ham kelishtirib beramizmi aka xudo xolasa? 4 milliondan aka dastavkasi ichida, O'zbekiston bo'yicha. 4 million so'mdan bir qo'lda dastavkasi ichida. Baraka toping. Akalar mana ko'rib olaveramiz qo'ylarni, qo'zilarni akalar. Hammasi urg'och, to'g'rimi aka? Shunday urg'och aka. Hammasi urg'och akalar. Bironta qo'chqori yo'q. Endi akamiz endi ko'p gapirib o'tirmadilar. Xudo xolasa 4 million so'mdan dastavkasi O'zbekiston bo'ylab bir qo'lda olsanglar. Akalar, urg'och qo'zilardan olaman. Narxinga sifati zo'rlaridan olaman degan yurtdoshlarimiz bo'lsa, shoshilib qolaverasizlar do'stlar. Xudo xolasa mana shu urg'och qo'zilarimizni akalar bemalol ko'rib, akalar bahosini berib olaverasizlar akalar. Mana ko'rib olaveramiz. To'nga haydang qani tomonga. Haydang. Kelaversin. Akalar mana. Bitta-bittadan tomoshasini qilib qo'yamiz xudo xolasa qo'zilarni. Bitta-bittadan ko'rib tomosha. Buni endi aka tanlab olamasa narxi o'zgaradi. Shuni ham aytib qo'yaylik, to'g'rimi? Shunday aka. Tanlab olaman desanglar narxi o'zgaradi, optimiga shu narxda do'stlar. Shoshilib qolinglar do'stlar. Bunaqa qo'zilar har doim ham bunaqa narxda chiqavermaydi mana. Aha, mana. Ko'rib olaveramiz do'stlar. Bitta-bittalar. Bitta-bittalar ko'rib bahosini berib qo'yasizlar. Hammasi bir-biridan chiroyli, qoni toza, haqiqiy tog'di akalar qo'zilari xudo xolasa mana.